kelin qaynonani mulki hisoblanadi. Ya'ni qaynona o'ziga xotin oladi. O'g'liga emas, o'ziga. Va imkon qadar o'ziga moslashtiradi. Xarakteriga, nimani qilish kerak, nimani qilish kerak emas. Meni ham qaynonam qattiq qo'l bo'lgan, senga ham shunaqa qilaman. Tur o'rningdan. Men shunaqa oilani bilardim. Ertalab qaynonasi soat 4:30 ta kelinni uyiga oynadan oshib tushib, kelinni uyg'otardi. Tur supurmaysanmi deb eshik yopiq bo'lsa. Ya'ni o'zbekchilikda shunaqa narsa bor. Kelin qaynonani xotini. Onam ayolimni chiqishtirmaydilar, ayb topaveradilar. Uni qilmayapsan, buni qilmayapsan, buni yaxshi tozalamading, buni yaxshi shirin pishirmading qilib ayb qidiraveradilar. Men tupikka kirib qoldim. Nima qilsam bo'lar ekan? Ayolim yaxshi ayol, menga itoat qiladi. Yomon ko'rmayman. Lekin onam chiqishtirmayaptilar. Nima qilsam bo'ladi deb savol beryaptilar-da. Nima maslahat berdim? Imkoningiz bo'lsa ijaraga uy olingda chiqib keting dedim. Ya'ni shariat bo'yicha ayol kishi erni rozi qilsa, unga yomonlik qilmasa, itkalarni qilsa, u bilan ajrashmaydi. Hattoki onasiga yoqmasa ham, adasiga yoqmasa ham, pochchasiga yoqmasa ham, mahalla komissiyasiga yoqmasa ham. Chunki bu oila. Siz uylangansiz u xotinga. Kuyovga o'zini onasidan xotinni himoya qilish ham farz bo'ladi. Ya'ni tabiiyki odam uyga yig'ishtira olmasligi mumkin. Tabiiyki ovqatni shirin pishira olmasligi mumkin. Tabiiyki nimadir noto'g'ri qilishi mumkin. Bu bor narsalar. Sahobiy ayollarda ham shunaqa bo'lgan. Mana hadislarni, sahobalar hayotini o'qisanglar, ko'p uxlaydigan ayollar ham bo'lgan, ishkam qilib, misol uchun o'sha davrda. Odam universal bo'la olmaydi, odam ideal ham bo'la olmaydi. Agar shu ayol ibodatini qilayotgan bo'lsa, namozini o'qib, sizga xob bo'ladi adasi deyotgan bo'lsa, bo'ldi, siz himoya qilishingiz kerak bu ayolni. Nima bo'lsa ham. Haqqi yo'q onangizni, menga yoqmayapti deyishga. Chunki siz onangizga xotin olib bermagansiz-ku.